Azal-azaldan kuragi yerga tegmas pahlavonlar bilan mashhur bo'lgan Xorazm o'lkasida Urganch shahridamiz. Urganch Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida qanday yangiliklar bor, yoshlarning yutuqlari haqida bo'lishsangiz biz bilan. Mana markazimizda o'qib ketgan Gulnaz Amatniyazova, Diyarbek O'razboyev, Alisher Yusupov va jahon chempionatining kumush medal sovrindori Davletov Munisbek. Hozir aytib o'tdingiz, qo'shiq hirgoya qilishni yaxshi ko'raman deb. Bu baribir kayfiyat beradi, sportchilarga esa kayfiyat juda kerak. Ayning 15-i qarangu, 15-i yog'du bilan umrini oshiq hamisha o'tkazar orzu bilan. Yashayman, barakalla. Barchaga Xorazmdan alangali salom yo'llayman. Lolaxon Nuradinova o'tiribdilar. Boks bo'yicha O'zbekiston chempionatida chempionlikni qo'lga kiritdilar. Muborak bo'lsin chempionlik. Raqobat juda kuchli bo'ldi u yerda. Qo'limni ko'targanda ichimdan hamma qilgan mehnatlarim, murabbiylarimning ishonchi, oila a'zolarimni qo'llab-quvvatlashi bilan birga men juda xursand bo'ldim. Yoshlar o'rtasida Osiyo chempioni, Osiyo o'yinlari chempioni, jahon chempionati sovrindori Munisbek Davletov. Siz o'z yo'nalishingizda kimga havas qilib chiqqansiz? Rustam Nurdinov, Akbar Jo'rayevlarga qarab havas qilib boshlaganmiz. Rustam Nurdinov hamma tarafdan zo'r, o'zi kelib hamma narsani o'rgatib turadi. Maqsadimiz xudo xolasa 2028-yil Los Anjelesdagi Olimpiadaga chempion bo'lish. Judo va para judo sport turi bo'yicha O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan murabbiy, Do'stlik ordeni, Shuhrat medali, jismoniy tarbiya va sport a'lochisi, ibratli oila ko'krak nishoni sohibasi Alfiya opa Ibragimova. Siz hozir meni maqtab turibsiz, lekin shuni orqasida meni turmush o'rtog'im turibdi. Ismlarini ham aytib, rahmat aytib qo'ysangiz. Do'st aytsam, shu insonsiz men shu narsaga erishmasam. Juda yaxshi ko'raman shu turmush o'rtog'imni, Rafqatni. Katta rahmat aytaman, umri uzoq bo'lsin. Hurmatli do'stlar, Sport telekanalida Sport kuni dasturini tomosha qildingiz. Dasturimizni esa Xorazm viloyati Urganch shahridan tayyorladik. Sport telekanalini kuzatib boring. Hozircha xayr.